Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli jamoat, qanday? Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bir fiqhiy masala aytib o'tayin. Eshitsak inshaalloh foydalanib qolamiz. Bu hammaga kerak, hammaga zarur bo'lgan masala. Bu yerda aytyapti sunnalil muhtazar. Ya'ni muhtazar degani endi jani chiqishga yaqin bo'lgan odam, o'lim talvasasida turgan odam. Shuni sunnati bor ekan. Ayyuvajjahilal qibla ti ala yamini. O'ng tomoniga ko'ra qiblaga yuzlantirishlik sunnat deyapti. Ya'ni o'ng yelkasini qiblaga yuzlantirish. Vaqtiral istilqo. Endi chalqancha yotqizishlik nima deyapti? Ixtiyor qilingan yaxshiroq deyapti ba'zi shayxlar huzurida. Chalqancha degani putini qiblaga qaratib qo'yishlik. Li'annahu ashalu fi shaddil lahyayni. Chunki bu o'sha chalqancha yotqizishlikda putini qibla tomonga qilib yotqizishlikda ikkala jog'ini tongishda baylashda yengil va ikkala ko'zini yumishlikka yengil bo'ladi va a'zolarni bukilib qiyshayib ketishidan saqlab turadi deyapti. Bir qiyil so'zlar bor ekan, jan chiqishga ham osonroq bo'ladi degani ham bor ekan. Boshi ozgina ko'tarib qo'yiladi, boshini nimaga? Yuzi qiblaga bo'lishlik uchun. Osmon tomonga emas, yuzi qiblaga bo'lishlik uchun boshini tagiga bir narsa qo'yib qo'yiladi. Va yulaqqanu shahada. Shahodat talqin qilinadi. Endi bir odam jam berayotgan paytida mahallada odam istab qolasanda, o'zi asli bolalar bilish kerak ekanda, ko'p bolalarimizga o'rgatishimiz kerak ekan. Agar shunday holatga keladigan bo'lsam, yanimda kalima keltirib tur, bu holat qiyin bo'ladi, men ham aytib olishim kerak. Kim oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa jannatga kiradi. Qo'rqmagin sen deb aytsa bo'laveradi ekan. Biz o'lim to'g'risida gapirishdan qo'rqamizda. Xuddi o'lim to'g'risida gapirsang etti o'lib qoladiganday. Unaqa emas. O'limni ko'p eslashlikka hadislar kelgan. O'limni kim ko'p eslaydigan bo'lsa, orzusi ozayadi, keyin amali ko'payadi. O'limni oz eslagan odamda orzusi uzayib ketib, amali ozayib ketib qoladi ekan. O'shuning uchun o'limni tez eslab turishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom aytgan-ku, eslab turinglar, o'sha lazzatlarni tak tomiridan kesib tashlaydigan o'limni eslab turinglar deganda, Umar roziyallohu anhu bir uzugi bo'lgan deydi. O'sha uzugida ey Umar, o'lasan, esdan chiqarma shu narsani deb o'shaga uzugi bo'lgan ekanda, uzugiga qarab qo'yar ekan. O'shuning uchun biz ham o'limni eslab vasiyat ham qilib turishimiz kerak ekan. Keyingisi mana o'lim hozir bo'layotgan paytda shahodat talqin qilinadi deyapti. Talqin qilinadi degani bu yerda mana payg'ambarimiz lakkinu mautakum amwatakum la ilaha illalloh. O'layotgan odamlarga la ilaha illallohni aytib turinglar deyapti. Ya'ni o'limiga yaqin bo'lgan odamga la ilaha illallohni oldida aytib turinglar. Biror musulmon odam o'layotgan paytida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb aytsa, illa anjathu minan nar, Alloh taolo uni do'zaxdan saqlaydi deganda la ilaha illalloh aytadigan bo'lsa. Endi la ilaha illallohni oldida aytib turishlik kayfiyati ayyuqala indahu va huwa yasma. Uni oldida aytib turiladigan, o'layotgan odam eshitib turadigan darajada. Lekin unga buyurmaydi, la ilaha illalloh deb buyurmaydi ekan va unga majbur ham qilinmaydi. Chunki holat uni oldida og'ir bo'ladi, juda og'ir holatda turibdi. Agar bir marta aytib qo'yadigan bo'lsa la ilaha illallohni, undan keyin gapirmasa, o'layotgan odam undan to'xtaladi. La ilaha illallohni aytgandan keyin ham qayta aytavermaysan ekanda, chunki maqsad o'sha oxiri so'zi la ilaha illalloh bilan tugashdi. Maqsad hosil bo'ldi. Bir marta o'layotgan odam la ilaha illallohni aytsa, yanidagilar la ilaha illallohni aytishlikni to'xtatadi ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'ziga ko'ra, "Man kana axiru kalamihi la ilaha illalloh dakhalal jannah." Kim oxiri so'zi la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi degan hadisga binoan. Fa idza mata tushaddu lahyahu. Agar o'ladigan bo'lsa, birinchi qiladigan ish jog'i baylab qo'yiladi. Boshining ustiga baylanadi. Bo'lmasa jo'lari o'shanaqa xunuk holatga kelib qoladigan, og'zi ochilib, shuni o'zimiz bolalar ham bilish kerak ekanda, buni odam istavermasdan o'zi sekin otasini
yo akasimi o'shuni baylab qo'ysa bo'laveradi. Buni hammamiz o'rganadigan ishlar bular. Hammamiz boshimizda bor. Va tugmadu aynahu va ko'zi boshini jog'i tongilgandan keyin ko'zi bekitib qo'yiladi deyapti. Tugmadu aynahu, ya'ni o'sha manzara sunuk bo'lib ketadiganda o'shuning uchun ko'zi bekitib qo'yiladi ekan. Chunki payg'ambarimiz aytgan: "Faida hadartum mawtakum fa'ghmidul basara." Agar o'layotgan odaminglarga hozir bo'lsanglar, o'lgandan keyin ko'zini bekitib qo'yinglar. Chunki ko'z ruhga ergashadi deyapti. Osmonga qarab qoladi-da ko'z, o'sha ruhi chiqib ketayotganini o'zi ko'rib turadi ekan, mandacha aytgan. Va qulu khayran. Yaxshi gapni gapirib turinglar endi o'lgandan keyin. Fa innal malaikata tu'minu ala ma qala ahlul bayt. Chunki farishtalar ahli bayt nimani aytadigan bo'lsa, farishtalar amin deb turadi. Farishtalar duosi ijobat bo'ladi. O'shuning uchun hargi o'lgan odamni oldida ayollar boqirib, yig'lab niyohat deyiladi. Bu johiliyat bellardan. Niyohat degan o'lgan odamga ayollarni boqirib yig'lashligi. O'sha urf odatlarimiz ham yomon. O'shuni ayollarni to'xtatishimiz kerak ekan. U yig'lab berish hech qanday foyda bermaydi ekan. Lekin qalb xafa bo'lib, ko'z yoshlanadigan bo'lsa, bunga javobgar bo'lmaymiz. Payg'ambar alayhisalom o'g'li Ibrohim o'lgan paytda ham ko'zda yosh chiqqanda sahobalar: "Ya Rasululloh, siz ham yig'laysizmi?" deganda, ko'zi yoshlanadi, yurak g'amgin bo'ladi, lekin biz Alloh rozi bo'lgan so'zlarnigina gapiramiz deganda, haligi ayollar haddan oshib ketadi-da, ba'zi bir yerlarda tog'imiding, ishonganim sen eding, ketib qolding deydi. Bizni eng ishonganimiz Alloh taolo. Unaqa johiliyat so'zlarini aytib yig'lashlik bu yaxshi emas. Ayollarni qaytarish kerak. Toshkorda erkaklar bor. Unaqa qilib yig'lab turadigan bo'lsa, shariatga ham to'g'ri kelmaydi. O'shuning uchun o'sha qizlarimizga ham, boshqalarga ham otalar vasiyat qilaverish kerak ekan. Men o'tadigan bo'lsam, unaqa qilib yig'lamanglar, niyohat qilmanglar deb turib, ota-enalar aytishligi ham bunday bo'ynidagi vazifa hisoblanadi. Men o'ladigan bo'lsam, qabrga qo'yadigan bo'lsanglar, bir 10-15 minut bo'lsa ham o'sha yerda qabrim ustida duo qilib turinglar deb so'rasa ham bo'laveradi. Sahobalar bu narsani qilgan. O'shuni foydasi bor. O'sha savol-javob bo'layotganda yaqin odamlar duo qilib turadigan bo'lsa, savol-javob bo'lishiga shu oson bo'ladi.